Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda Bunyodkor stadioni yonida qizlar o'rtasida janjal yuz berdi. Qashqadaryoda yo'lda ketayotgan Damas yonib ketdi. Davlat xavfsizlik xizmati 23 yil qidiruvda bo'lgan xavfli shaxsni qo'lga oldi. Bo'stonliqqa dam olishga borgan fuqarolar jar yoqasiga kelib qolishdi. Rossiyada yurgan migrantlar uchun shoshilinch yangilik. O'zbekistonda hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganlik uchun javobgarlik kuchaytirilmoqda. Nig'matilla Yo'ldoshev Rossiya Federatsiyasi bosh prokurori bilan uchrashdi. O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi haqida tezkor xabar. Endi esa batafsil. Bo'stonliqqa dam olish uchun ketayotgan fuqarolar mashinasi jar yoqasida turib qoldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi voqea yuzasidan ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 26 sentyabr kuni bir guruh fuqarolar Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumaniga dam olish maqsadida boradilar. Uyga qaytayotgan vaqtda avtomobil haydovchisi kutilmaganda boshqaruvni yo'qotadi va avtotransport jarlik tomon harakatlanib, qiyalikda turib qoladi. Ushbu holat yuzasidan Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Chimyon yong'in qutqaruv otryadiga xabar kelib tushgan. Xabarga ko'ra, otryad qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borib, fuqarolarga zarur amaliy yordam ko'rsatadilar va qiyalikdagi avtomobil yuqoriga olib chiqiladi. Vaziyat oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q, deyiladi xabarda. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryoda Damas avtomobili yonib ketgani tasvirlangan video tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi video bo'yicha ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, 29 sentyabr kuni soat 22:45 larda viloyatning Shahrisabz tumani hududidan o'tgan M39 avtomobil yo'lining 1176-kilometrida 22 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Damas avtomobili harakat vaqtida qisqa tutashuv va uning ortidan yong'in yuzaga kelgan. Haydovchi to'xtagan va o'zi zudlik bilan avtomobildan tushgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan o'chirilgan. Hodisa natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Mazkur holat yuzasidan Shahrisabz tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilmoqda. 1-oktyabrdan boshlab Rossiya hududida noqonuniy yashayotgan chet elliklar majburiy chiqarib yuboriladi yoki ularga nisbatan boshqa ma'muriy chora qo'llaniladi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bosh boshqarmasi boshlig'i Valentina Kazakova ma'lum qildi. 30-sentyabrdan keyin noqonuniy ravishda yashayotgan chet el fuqarolariga nisbatan 115-sonli federal qonun normalari qo'llaniladi. Ichki ishlar organlari xodimlari noqonuniy migrantlarga mamlakatdan chiqib ketgunga qadar ma'muriy choralarni qo'llashi mumkin, deydi Valentina Kazakova. Shuningdek, Kazakovaning ta'kidlashicha, politsiya har kuni noqonuniy muhojirlarni aniqlashga qaratilgan bir qator tekshiruvlarni o'tkazadi. Rossiyada qonuniy ravishda yashayotgan chet elliklar uchun 30-sentyabrdan keyin hech narsa o'zgarmaydi. Ertaga Rossiya Federatsiyasi prezidentining 2021 yil 15-iyundagi 364-sonli farmonida keltirilgan muddat tugaydi. Lekin bu mamlakatda qonuniy ravishda bo'lgan shaxslarni qo'rqitmasligi kerak, deydi Kazakova. Senatning 19-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni muhokama qilindi. Qonun bilan nazarda tutilgan birinchi yo'nalish Jinoyat kodeksining hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish, ya'ni xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish bilan bog'liq jinoyatning jazo choralari kuchaytirilmoqda. Ikkinchi yo'nalish esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ichki ishlar organlari xodimi yoki Milliy gvardiya harbiy xizmatchisining qonuniy talablarini bajarmaganlik, ularning o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatganlik va hokimiyat vakilining qonuniy talablarini bajarmaslik yoki xizmat vazifalarini bajarishiga to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirishni nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha qizlarning o'zaro janjali aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi o'tkazilgan tekshiruv natijasi bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Bildirilishicha, joriy yilning 28-sentyabr kuni soat taxminan 17:30 larda voyaga yetmagan 2004-yilda tug'ilgan qiz tanishlari bilan Chilonzor tumanidagi Bunyodkor stadioni oldidagi avtoturargohda uchrashib, voyaga yetmagan 2004-yilda tug'ilgan tanishi uni ijtimoiy tarmoqlar orqali haqorat qilgani uchun munosabatlarni hal qilib olmoqchi bo'lgan. Og'zaki tortishuv o'zaro janjalga aylanib ketgan va qiz tanishini urgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organi tomonidan tekshiruv o'tkazilayotgani, yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi aytilgan. O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddati uzaytirilishi mumkin. Bu haqda 29-sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Davlat xizmatlari agentligi direktori Ulug'bek Muhammadiyev ma'lum qildi. Shuningdek, Ulug'bek Muhammadiyevning bildirishicha, avtotransport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish xizmatini Davlat xizmatlari markazlari orqali joriy etish bo'yicha tartibni belgilovchi hujjat loyihasi tayyorlandi. Davlat xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha 5 yillik strategiya ustida ish olib borilmoqda. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda 5,793,000 nafar haydovchilarning 3,600,000 nafari haydovchilik guvohnomasini almashtirgan. Shundan 2 milliondan ortiq haydovchining guvohnomasi almashtirilmagan. Shu kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga Davlat xizmatlari agentligi tashabbusi bilan ishlab chiqilgan eski haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirish muddatini toifalashtirilgan tarzda uzaytirishni nazarda tutuvchi Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi joylashtirildi. Taklif etilayotgan qaror loyihasiga ko'ra, haydovchilik guvohnomasini almashtirish muddatini 1 yilga uzaytirish nazarda tutilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan Turkiston Islom harakati xalqaro terroristik tashkiloti a'zosi O'zbekiston hududida o'ta og'ir jinoyatlar sodir etgani sababli 23 yildan buyon qidiruvda bo'lgan shaxs xorijda ushlanib, mamlakatga olib kelindi. Ma'lum qilinishicha, 1969-yil Toshkent viloyatida tug'ilgan ushbu shaxs 1998-yilning boshlarida Chechenistonga borib, Iordaniyalik Amir Xattob tomonidan tashkil qilingan jangarilar lagerida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va o'sha yilning oxirlarida Afg'onistondagi Turkiston Islom harakati xalqaro terroristik tashkiloti safiga qo'shilgan. 1999-yilning yanvar oyida tashkilot yetakchilarining ko'rsatmasi bilan u aylanma yo'llar orqali Toshkent shahriga kelib, badavlat odamlarning uylarida bosqinchiliklarni amalga oshirgan hamda ularning pul va qimmatbaho buyumlarini o'zlashtirib, Afg'onistondagi Turkiston Islom harakati yetakchilariga yuborgan. Mazkur shaxs 1999-yilning 16-fevral va 30-mart kunlari Toshkent shahrida amalga oshirilgan qo'paruvchilik harakatlarida ham ishtirok etgani aytilmoqda. Shuningdek, u 1998-2006-yillarda xorijiy davlatlardagi xalqaro terroristik tashkilotlar safida jangovar harakatlarda qatnashgan. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev bosh prokuraturada Rossiya Federatsiyasi bosh prokurori Igor Krasnovni qabul qildi. Taraflar o'zaro manfaatli bo'lgan keng qamrovli masalalarni muhokama qildilar va idoralar aro hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqbollari bo'yicha fikr almashdilar. Xususan, huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish, korrupsiyaga qarshi kurash sohalarida tajriba almashish hamda prokuratura organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish sohalarida ikki tomonlama hamkorlik aloqalarini mustahkamlash masalalari muhokama etildi. Uchrashuv yakuniga ko'ra, O'zbekiston bosh prokuraturasi va Rossiya Federatsiyasi bosh prokuraturasi o'rtasida ilm-fan va ta'lim sohalarida hamkorlik to'g'risida memorandum hamda 2021-2023 yillarga mo'ljallangan idoralar aro hamkorlik dasturi imzolandi.
Ushbu hujjatlarning amalda tatbiq etilishi huquqiy sohada axborot va ilg'or tajriba almashish orqali ikki tomonlama sheriklikni yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Bosh prokuratura matbuot xizmatining xabar berishicha, Nig'matilla Yo'ldoshev Igor Krasnovga hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun minnatdorchilik bildirib, uni O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining faxriy xodimi ko'krak nishoni bilan taqdirlagan.